Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir bo'ri cho'ponning oldiga keldida, uning qo'ylaridan birini olib qochdi. Cho'pon bo'rining orqasidan quvib, qo'yini tortib oldi. Shunda jondor, ya'ni bo'ri, bir tepalikka chiqib dumini oyoqlari orasiga qisib cho'nkayib o'tirdi. Sen Alloh taolo menga bergan rizqni qasd qilib uni mendan tortib olding, dedi bo'ri cho'ponga qarab. Allohga qasamki, men bugungidek bo'rini gapirganini hech eshitmagan edim. Hayratlandi cho'pon. Bundan-da ajabroq narsa bor, deya so'zlashda davom etdi bo'ri. 2. Vulqon o'chgandan keyin hosil bo'lgan. 2 toshloq yer o'rtasidagi xurmozorda bir odam sizlarga bo'lib o'tgan va sizlardan keyin bo'ladigan ishlar haqida xabar bermoqda. Haligi cho'pon yahudiy edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, islomni qabul qildi va bo'ri bilan bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni tasdiqladilar. Bu qiyomat oldidan bo'ladigan oyat alomatlarning biri, dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam birov uyidan chiqib ketadi. Qaytib kelganida undan so'ng ahli oilasining nima bilan mashg'ul bo'lganini, hatto oyoq kiyimlari va qamchisi so'zlab berishga bir baxya qoladi.